Siz o'zingizni gunohkor hisoblaysizmi? Qilgan xatolaringiz og'ir kelib nafas olishingizga yo'l qo'ymayaptimi? Mendan endi odam chiqmaydi, meni endi hech kim eshitmaydi degan ovoz ichingizdan tinmay aks sado beryaptimi? To'xtang, bu ovozga ishonmang. Chunki eng qorong'u kechaning ham tongi bor. Tarixga nazar soling. Eng ashaddiy dushmanlar, insoniyatga eng ko'p ozor bergan kimsalar ham bir kun kelib qalbidagi haqiqatni topishgan. Ayrim qabih kimsalarning tavbasi qabul qilingan. Nega? Chunki Yaratganning marhamati bizning xatolarimizdan-da cheksiz. U biz o'ylagandan-da rahmli va mehribondir. Kechirilish bu faqatgina jazodan qutulish emas. Kechirilish bu qalbning qayta tug'ilishidir. Siz ilgari kim bo'lganingiz emas, hozir kim bo'lishga qaror qilganingiz muhim. Dunyo sizni ayblashi mumkin, o'tmishingiz sizni ta'qib qilishi mumkin. Lekin birgina chin dildan qilingan tavba, ko'zdan oqqan bir tomchi afsus yoshi yillar davomida yig'ilgan zulmatni yuvib yuborishga qodir. Bilasizmi? Eng go'zal gullar ham eng loyqa suvlardan unib chiqqan bo'lishi mumkin. Tuzalmas kasalliklar aslida qattiq xafagarchiliklardandir. Do'stim, o'tmishingizga qaytib uni o'zgartira olmaysiz. Lekin buguningizni o'zgartirib, yangi kelajak boshlashingiz mumkin. Siz hali kechikmadingiz. Siz hali kechirilasiz. Faqat o'zingizga ishonchingiz va birinchi qadamni tashlashingiz lozim. Agar bu so'zlar qalbingizga yetib borgan bo'lsa, demak siz uchun hali ham umid bor. Izohlarda men taslim bo'lmayman, hech qachon taslim bo'lmayman degan so'zni yozib qoldiring. Bu so'z sizning yangi hayotingiz uchun ahd bo'lsin. Hidoyat kanali hamisha siz bilan birga, azizlarim.